Bu hozir qilgan joyimiz oldin ishlashlik markazi bo'lgan. Hurmatli prezident, 2001-yilda qurilgan, juda yomon ahvolda, qo'lda ham xato bo'lgan, hech narsa yaramay, so'laxona ekan. Mana bu yerga olib kelmaydi, o'qib mana ko'rganim gullarni qara, atrofni qara, mana biz maqtanib Namanganda chiroyli Namangan gullar shahri qilyapmiz. Bu yer qachon gullar shahri bo'ladi? Nechta mahallang? 54 ta mahalla. Nechta shunda? Hozir 4 ta mahallani ro'yxatga olganmiz, og'ir mahallalar. Viloyat hokimiga topshirib, bugun qaror qabul qilasan. Rayoningga hokimi kelib mana shu yerda yotadi. Hamma Namanganda atrofda yuradi. Bu yerdagi odamlar odam emasmi? 3000 ta ish joyi qilsak bo'ladi ana shu. Oshpazxona, to'garaklar hammasiga odamlar ishlaydi. Bemalol qaytarib olib kelsa, qancha kambag'al bor? Hozir Mahallada 93 ta kambag'alim bor. 7 lik tashkil qilib berdingiz, rahmat. O'sha bo'yicha mana endi 7 likda men sizlarga oylik olyapsiz-ku, olmayapsizmi? olyapman. Harakatlaring sizlarda boshqacha bo'ladi, odamga yaqinlashasizlar, xalq bilan davlat orasida ko'prik bo'lasizlar deb harakat qilganman. Shuning uchun mahalla 7 ligi deb mana hammani gapiryapsiz. Bu yerda qanaqa 7 lik? Qani 7 lik? Hozir mana tadbirkorliklarni rivojlantirsak, xudo xolasa yolg'iz va'da beramiz. Biz kambag'allikni holi hududga aylanamiz. Bilasizlarmi, bundaqa joylarimiz bizga yarashmaydi, barakamiz ketadi. Ota-bobomizga ham, Namanganga ham, urf-odatimizga ham, o'zligimizga ham yarashmaydi bu joylar. Katta mablag' berdim, 10 milliard so'm juda katta loyiha qilib, loyihalarni sizlar bilan bamaslahat qilib, sizlarga joy bo'ladi, dam olishlaringga, bolalaringga o'qishlaringga, tibbiyot ham o'zgaradi, maktab ham o'zgaradi. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Doimo baxtingizga sog' bo'ling, siz bor yurtimiz tinch. Hammamiz yaxshi, hammamiz yaxshi. Sizlarni mana ko'rganimdan xursandman. Biz ham juda xursandmiz. Hamma o'tib ketaylik deb sizlarni ko'rmoqman. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi yetib